Yoqdimi? 144 dan 288 kvadrat joy. O'ta chiroyli chiqibdi hoji buva. Nasib qilsin ilohim. Maza qilib yashaylar ilohim qishda. Hoji buvam uyga keldik hozir. Bitta katyolni ko'p video obzor qilib qo'yamiz. Podvallari bor ekan, bochkalar mashina ichida ekan. Hali naveslar qilingan yo'q bu yerga. 30 kilovatli mana shu katyol qo'yildi mana. Chistotli nasos bor ikkita. Hozir biz paxta o'tamiz. 12 vattdan просто buni teskari turibdi, aylantirib qo'yiladi keyin bu. 12 vattdan yeyapti bu har bitta. Katyol уже o'chibdi, 71 gradusda o'chibdi. Dam olyapti ekan. Mo'ri 8 metr izolyatsiya qilingan holatda mana. Ko'mirlar solingan. Qo'shimcha gruppa ham qo'yilibdi mana. Hammasi luchoy sistemada montaj bo'lgan mana. Ashirli mana 50 litrli открытый qo'yib qo'yilgan. Mana oshcha suv mana toshib chiqib turadi. Xudo xolasa mana katyollar kerak bo'lsa, montajlar bilan paxta o'tda mana montaj qilib berishaveradi akalar. Bizdan katyolni aytaverasizlar, biz katyolni yetkazib beramiz. Mana shu 30 kilovatli katyolimiz. Bular $1050 qilib beryapmiz. Boshida kondensat oqadi, unga qo'ymaysizlar. Haftada bir marta mana shu yerni tozalash kerak bo'ladi. Mana shu yerda 3 ta joyda. Bu yerdan kunda bir mahal ko'mir solganda kunini olib qo'yilaveradi. Faqat bu ventilyatorni o'chirib olgan holatda. Elektronikadan 10 gradus pasaymaguncha yonmaydi mana 70 ta turibdi. 60 ga tushish kerak emas. 60 ga tushsa qayta ishlaydi. Avtomatik o'zi ishlaydi. Unga da tegilmaydi. Demoqchiman, hali uy ishlamayapti deb qo'rqib ketmaysiz. 10 gradus pasayadi. 50 ga qo'ysangiz 40 ga tushmaguncha yonmaydi. 50 da o'chadi. Qanaqa savollar bo'lsa bemalol berib olsanglar bo'laveradi. Faqat ashuna bu nasoslar aylantirib qo'yilsa, mana shu yergacha ko'tarilsa, menga bitta naves bo'lsa bo'ldi ekan. Agar 2 oy ichida isitsak, hop turing. Hop. 2 oy ichida isitadigan bo'lsak, 4 tonna qizil olma ko'mir. Belalma, 4 tonna sizlarga. Ha, bir etajingiz o'ziga bo'lsa 2 tonna ham yetadi. 2 tonna yetadi. 2 tonna yetadi. Ha, bemalol yetadi. Ha, men 6 tonna olaveray. Ha, zapasni 6 tonna olib qo'ysa ham bo'laveradi. 6 tonna olib qo'yaveray. Endi har xil ko'mir bor. Har xil ko'mir bor. Belalma uzoq yonadi. Assalomu alaykum, salomat yaxshi. Mana qirg'iz ko'mir eng uzoq yonadan Belalma. Undan keyingisi Shibarko'l, Qozoqdagi. Undan keyin o'zimiz Angri. Endi o'rtada ko'mirlar bilan ular endi bo'lmaydi bizga. Mana shu katyol ketadigan uchun zo'r. O'tin. O'tin endi 8 soat atrofda, 10 soat atrofda yonadi. Bemalol savollar bo'lsa telefon qilaverasizlar. Mana hozir kollektorni ko'rgani kirdingmi? Birinchi etaj kollektor mana podvalda ekan o'rtoqlar. Luchoy sistema полный mashidan tarqagan ekan hamma yerga. Endi podvallarni iloji bo'lsa apishka qilib yuborsa mana shu dahshat bo'lib qolar ekan. Patologga borish kerak ekan. Yengil. Motomon kerak emas ekan, bu o'zi zo'r ekan. Bu beton ekan, monolit ekan. Mayet xolos. Ha, bu yoqlarchi? Polmi? Dushki mana bu yoqlar taxta pol. Ha, bu yoqda bo'lmasa apishka qilish kerak ekan. Hamma yo'q, bu mayetdan qilinadi baribir. Ha. Betga apishka qilamiz. Mana bochkani eng zo'r qo'yilgan ekan, Marplastik, eng original bochka qo'yilgan ekan. 10 yil garantiyali emas. Ko'p narsa podval yashiribdi o'ziga, zo'r o'pdi amachi. Bularni endi bitta ligirovka qilib qo'yish kerak. O'rtoqlar har doim kollektorda ham, radiatorlarda ham hammasini ligirovka qilgan yaxshi o'rtoqlar. Savollar bo'lsa aytaverasizlar, xudo xolasa.